Tergeli Xonobodda 5 sotixli, 7 sotixli quruq yerimizni sotuvga chiqyapti akalar. Sizlarga bitta tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yoq tarafimizda Qo'yliq yo'lidan kirib kelamiz. Umumiy Qo'yliq yonidan 3 kilometr kirasizlar. Mana shu kottejimizni yonginasida 5 sotixli, 7 sotixli joyimiz chiqyapti. Bu yog'imizda tupik bo'ladi. Kottej uchun juda ham ajoyib akalar. Umuman muammosiz, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar akalar. Umumiy ikkita joyimiz bo'ladi. Dokument ikkita. 5 sotixga 7 sotix. Xohlasanglar bitta qilib olsanglar bo'ladi. Sizlarga 1 sotig'ini 21 ming dollardan berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Qo'yliq bozori yonginasida, Qo'yliq bozoridan 2 kilometr pastga tushasizlar akalar. Sizlarga mana kartada ham qo'yib qo'yaman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. 1 sotig'ini 21 ming dollardan berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.